Sinfdoshlar bilan paxtaga chiqqanlar bormi? Kimdir pul ishlab olish uchun, kimdir gap eshitmaslik uchun, yana kimdir qizlar uchun chiqardi. Yaxshi, hamma bor. Xonzoda bilan Sardor qani? Qaysidir yigit bilan qiz yo'q bo'lib qolishi oddiy holatlardan biri. Ularni qidirib topish esa undan-da qiziqroq. Borga qol, nima qilyapsan bu yerda? Paxtada har kuni obedga dimlama, qozon kabob yoki shashlik beradi deb o'ylagan odam qattiq adashadi. Tezlashinglar. Hop. Bu yoqda eng trenddagi ovqat makaron. Ha? Lekin makaron bo'lsa ham dalada, do'stlar bilan boshqacha ketadi. Nima deylar? Paxtadagi haqiqiy jentlmenlik kelgan paxtangdan qizlarga berishing yoki bo'lmasa Sardor ko'tara olmayapman, yordamlash bor. bo'ldi. Xitmir o'rtoqlaring bo'lsa shetda ham detskiy panetkaligini qo'ymaydi. Ketdik, taroziga boraylik. Shoshmay tur, suv sepsam og'irroq bo'ladida. Ovora bo'lib suv sepib o'tiradimi? Bundan zo'r yo'li bor. Qanaqa? Yaxshi, ma to'kur. Xo'p. Bu yoqqa kel. Ko'rdingmi? Iflos. Hamma klubda ko'p paxta tergani uchun har kuni maqtuv eshitadigan va har xil sovg'alar oladigan terimchi qiz bo'ladi. Meniki esa hech 5 kilodan oshmaydi. Paxtada hamma yuzini o'rab olgan, kimligini bilib bo'lmaydi. Nozi? Yop, qorayib ketaman. Bakir, itingni. Qormaylar qo'shnilar. Assalomu alaykum, qo'shni, yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Bugun ovimiz yurishadimikan, ko'chada itam yo'q issiqligi. Bu 60 gradusga chiqadi deyapti. To'g'ri. Ha, shu. Biz ham uyda konditsioner yo'qligiga skvoznyakka chiqdik shamollagani birga. Akalar, bugun ochilib keldingizmi? Voy, o'zingiz ham yigitlarni guli bo'lib o'tiribsiz, o'rgili. Shu xotinlar yomon g'iybatchi bo'ladi. Uyda bunday qilib o'tirsa bo'lmasmikin? To'g'ri. Tavba qildim, erkaklar ham g'iybatchi bo'lib ketyapti. Ana yumshoq atalarni kelishini qara. Nima bo'lani qarang, katta bola bitta o'zi so'ppayib yurishini qarang. Qo'ltig'iga bittasini olmaydimi? Massa qilib gapirmaymizmi? Assalomu alaykum. Hamidullohning o'g'li, qayerga ketyapsan? Toshkentga o'qishga topshirdim, imtihonga ketyapman aka. Sani o'zingda bor edi-da. Malades. Rahmat aka. Mana kiradi. Ota bobosi o'qimagan bu kim bo'lardi? To'g'ri. Vachira ovozingni asam chotda bir narsa qilib qo'yma sani. Kino boshlandi. Bu Kalmar 3-sezondan ham qiziq. To'g'ri. Bular kanalni janjal qilib turadiganlar a? Voy, ancha zerikib qoluvdik. Oxirgi marta nima olib berganingiz esizdami? Ayol kishi eriga baqirsa, mahallani oldida ya men chidolmasdim. Menga dadamim baqirmagan, san kimsa? Yo'qmasachi katta ko'cha. Voy, o'lay pichan kalla. Katta ko'cha dedimi? Men bo'lganimdachi aylanib tepib chavog'ini salla qilib qo'yardim boshiga. Nima keragi bor ekan? Ahilinoq bo'lib yashasa bo'lmasmikin? Assalomu alaykum, Xolmat aka uylari qaysi? Hali burilishdagi uy. Nimaga edi? Suvchilikka keluvdik o'shanga. Ha, yo'q ey. O'zi yaxshilab surishtirdinglarmi? Yo'q, shunaqa qizmi? Ha, shunaqa qiz. Hali ham hammasini aytmadim sizlarga. Bo'pti, bo'lmasa biz boraylik. Hay, shoshmang. Bizda yana bitta variant bor. Shunday ikkita qo'shnilarga borsangiz, bitta xonadonda 33 ga kirgan qizi bor. Qarigan bo'lsa ham darvozadan bir xatlab chiqmagan uchun o'tirib qolgan. Lekin mana shunday qiz tavsiya qilaman. Shunga boring, aniq beradi. Alo, hozir boraman. Voy, biznikiga sovchi kelibdi. O'tarsizlar bir aylanib. Voy, yalmog'iz. To'g'ri.